soatga 750 litr beradigan suv filtrimizni Qarshi shahriga akamiz sammoykalarga o'rnatib berdik. Suv berishlari birga bir 750 litr suv beryapti. Tepimlari ham yaxshi, Qarshi shahrida suv sho'r. Shunday bo'lsa ham yaxshi beryapti, sifatli narsalarni qo'yib berganmiz. Moykalarni mana ishni boshladilar. Filtr suvga 100%, filtr suvga yuviladi. 100% hovuzga tushadi, hovuzdan olib bochkadan yuviladi. Manzil Qarshi shahri eski obilgayi ro'parasida mana shunday kirib kelishda smart moyka. Smart sammoyka Furqat aka, egalari Furqat aka bo'ladi. Furqat aka ancha yildan beri suv filtr bilan shug'ullanadilar. Uylarda ham bu mana hammasini o'zimiz o'rnatib berganmiz. Avtoshop ham bor. Bemalol sammoyka qilgandan keyin kelib mashinaning ichiga hamma narsa olsa ham bo'ladi. Mana